Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahir rohmanir rohim. Birodar azizlar, men hozir hammamiz nazarga ilmaydigan ajoyib nimadagi bir g'aroyib mo'jiza desa ham bo'laveradi. Alloh taolo haqiqatda Qur'oni Karimda shuni yod qilgan mevalardan biri bo'lmish anjir haqida gapiramiz. Birinchi mo'jizalik nimasi? Anjir to'g'risida gapirar ekanmiz. Anjir bu hech qaysi mevaga o'xshamaydi. Sababi u hech qanaqangi gullamaydi ham. Gullamasdan darrov meva tugadi va shu bilan u mo'jizaligi bilan ajralib turadi. Bu anjirning bargidan tortib to ildizlari, shu bilan birgalikda po'stloqlari, mevalari hammasi ham inson uchun dorivor sifatida foydalaniladi. Abu Ali bin Sino ham shu bilan Yusufiy va boshqa bir allomalar doimo shu haqda ko'pdan ko'p marta takror va yana takror aytadilar. Birinchidan eng mo'jizaligi gullamasligi va ajoyib bir mevalar hosil berishi bilan birgalikda uning mevasi ich qotishi va boshqalarga haddan tashqari meva zarur. Kalsiy, boshqa juda ko'p narsalarga dori. Endi anjirning mevalari bargi, sahrga dori bu. Sahrga, soch o'sishiga ham foydali. Va yuz nimasiga ham foydasi bor. Kosmetika o'rnida ham qimmatbaho dorilarni anjirning bargidan tayyorlashar ekan. Bu qanday xususiyatlarga ega, qanday qilib tayyorlanadi? Bu albatta alohida mavzu. Qisqa qilib aytib berishim mumkin. Anjirning yangi uzilgandagi chiqqan suti juda peslarga va qo'li oqarib qolganlarga dori. Buni hamma biladi. Keyin uni bargni yaxshilab yuvib, qaynoq suvda bir marta qaynatib, blendda maydalab, yuz terisiga bo'lsa, yuzni terisini tiniqlashtiradi. Bu bilan birgalikda suyini ichilsa, sahrga, qand kasaliga, ya'ni diabetga haddan tashqari tez ta'sirchanligi bilan ajralib turuvchi, oshqozon osti bezlarini qayta ishga tushiruvchi tushirish xususiyatiga ega bo'ladi. Bo'lgan bargi. Mevasini to'g'risida juda ko'p gapirsa ham bo'ladi. Endi shular to'g'risida gapirar ekanmiz, anjir to'g'risida gapirar ekanmiz. Bu uni mo'jizaligi, boshqa bilan tashqarida davo sifatida ham anjir faqat bitta mevadan o'sha asal oqib turadi xolos. Boshqa mevalarda yo'q. Birinchidan gullamasligi bilan meva qilsa, gullamasdan meva qilsa, ikkinchidan u shu o'rtasidan asal oqib turadi. Shu bilan mo'jizaligi bilan ajralib turadi. Mo'jiza daraxtning mevalari haqida yana ko'pdan ko'p kasalliklariga dori ekanligi, ildizlari, hattoki uning barglari shu bilan nimasini olsak, bu mo'jiza daraxt desak ham bo'laverar ekan. Inson doimo shu qanaqadir qimmatbaho dorilarga qiziqadi-yu, oyoq ostida turgan dorilarga qiziqishmaydi. Ayniqsa hozir eng arzon va juda tez ta'sirchanligi bilan ajralib turuvchi uglni dori deymiz. Uglni qora ko'mirdan qilingan aktirovirni ugl deydi. Bu juda ko'p kasalliklarga dori. Og'izdagi hidlarni yo'qotadi aktirovni. Bundan tashqari nimadan yo'qotadi? Og'izdagi sassiq hiddan tashqari jigardagi toksinlarni chiqarib tashlash xususiyatiga ega. Eng arzon, bu ziyoni yo'q. Qancha ichsangiz ichaverasiz. Bolalarga ham berishingiz mumkin. 100 gram 10 gram kuniga ichib tursa hech qanaqangi ziyoni yo'q. Terini shalroq qolishiga, yumshab qolishiga juda ko'p ta'siri bor.
Demak, aktivlashtirilgan ko'mir, ya'ni ugal, bu inson uchun tez qarishiga, insonning badallari sharvrab qolishiga va haddan tashqari ko'proq mana yoshi katta kishilarni nima qilamiz, badallari yumshoq bo'lib qoladi. Shularni taranglashuviga, erta ajin tushishiga aktivlangan ugal, aktivlashtirilgan ko'mir moddasi juda ham foydali. Shu bilan birgalikda inson tanasiga juda ham zarur bo'lgan oddiy va arzon dorilarning, foydali dorilarni bir chekkadan aytib o'taman. Kalsiy inson uchun nihoyatda zarur bo'lgan kalsiy. Bu kunjutda eng ko'p. Kunjutda siz uvitib yoki bo'lmasa nima qilib ichsangiz ertalablariga nihoyatda sizga foydali. Kechqurun ham ichsangiz yotishdan oldin hech qanaqangi ziyoni yo'q. Bu bilan birgalikda vitamin C karamda ko'p bo'ladi. Vitamin C kvashinli karam deydi. Ya'ni sizlarning biz bir oz achitilgan karam ham deb tushunsa bo'ladi. Kvashinli kapusta deydi. Bu ham inson uchun nihoyatda zarur. Faqat uni ko'p tuz qo'shmaslik kerak. Va shu bilan birgalikda mana bu Xitoy tuzlarini ham qo'shishi foydasi yo'q. Yana bir marta aytar ekanmiz, shu bilan birgalikda Jeleza, temir moddasi inson uchun nihoyatda zarur. Jeleza, temir moddasi. Bu nimada ko'p? Mol jigarida. Eng ko'pi shu. Ovqatni mol jigarida, qazi, oshqovoq urug'ida eng ko'pi kalsiy ko'p. O'shalar inson uchun zarur. Omega 3 baliq yog'i da bor. Ammo undan da ko'proq bizda zig'ir yog'ida ko'proq. Zig'ir yog'idan qanday qilib foydalanish mumkin desangiz, uni alohida apparat bo'lish kerak. Bu hammada ham bo'lavermaydi. Shuning uchun zig'ir urug'ini bir oz uvitib va blenderda maydalab, kofe molkada maydalab ichilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu ham bo'laveradi. Demak, izlagan hamma narsani topadi. Yog'ini ichsa yana yaxshi, agar nimani ichsa yanada yaxshi. Maydalab ichsa, talqon qilib yesa ham bo'ladi. Ammo undan ko'ra o'shani uvitib, blenderda maydalab ichilgani ma'qulroq. Doimo men shunday tanovul qilaman. Misol uchun 1 kilo baliqda 10 gram bo'ladigan bo'lsa, yog' omega 3, demak inson uchun ko'zga, boshqa nimalar uchun shu modda zarur. Ko'zi zaiflashib qoladi yo boshqa, nihoyatda zarur. Demak, zig'ir yog'ida undan da ko'proq, 2 barobar, 3 barobar. Endi bizning daryo baliqlarimiz haddan tashqari rtut moddasiga to'yinganligi sababli mana bu paxtaga defilyatsiya boshqa mahallarda haddan tashqari suvlarimiz ifloslanib ketganligi sababli daryo baliqlari, zakan baliqlari unchalik shifo emasligi hammaga ham ma'lum. Demak, siz bilan bizga zig'ir yanada yaxshiroq ekan. Zig'ir yog'i va zig'ir urug'i ich qotishlariga, boshqa juda ko'p kasalliklarga dori. Sog'lom odam tanovul qilsa ham bo'laveradi. Demak, ba'zi bir odamlarda bo'ladi, mana buyrakda tosh paydo bo'ladi. Bu yomon kasallik. O't pufaklarida tosh paydo bo'ladi. Bu yomon kasallik. İnsonni eng ko'p azob beruvchi kasallik. Shaxsan men o'zimni shunday ko'rganman. Buning uchun eng zarur va shifobaxsh nima? Oddiy o'zimizni shalg'am, rediska. Rediskani qora rediska bor, qizil shalg'am bor, o'zimizni oddiy shalg'am ham bo'laveradi. Uni ko'proq tanovul qilish, xom bo'yicha tanovul qilish yanada maqsadga muvofiq. Agar kechqurunlari siz 3 kun ketma-ket shalg'amdan foydalanib yotib keyin o'sha bavul qilinsa, qum tushadi. Buyrakdagi hamma toshlar erib chiqib ketadi. Menda o'zimda xuddi shunday bo'lgan. Ammo yana bir narsani ko'plar mana siz aytgan dorini bulisini qildik,
ulusini qildik, foyda bo'lmadi-ku degan ko'plab e'tirozlarni o'qir ekanman. Bu, birodar, siz oldin mana bu o'yni supurib sidiring. Doim supurib sidirasiz-ku. Tanangizni ham xuddi shuni misoli, siz tanangizni oldin o'sha dorivor o'simliklarning, dorivor mevalarning, dorivor nimalarning tanovvur qilish va ularni ta'sir kuchini qabul qilish uchun siz o'sha ichaklaringizdagi to'plangan shilliq pardalarni bir tozalab, o'sha bekilib qolar ekan, Xudoning qudrati bilan. O'sha oshqozondagi nimalar hammasi bekilib qolar ekan. O'sha 1 kilo yo 2 kilo ovqat yegan taqdiringizda ham 1 gram yo 2 gram narsa sizni badaningizga singar ekan, xolos. Demak, mana misol uchun bir tovuqlar kasal bo'ldi, shularni bit bosdi yo boshqa bo'ldi. Siz uni dorilashdan oldin albatta xonani tozalang. O'sha tovuqlar yashayotgan xonani tozalang. Keyin inaki tovuqni tozalang. Siz tovuqni tozalaningiz bilan baribir shu nima ifloslik yana ko'payaveradi, boshqa bo'laveradi. Siz bilan biz demak o'sha qon tomirlarimizni tozalashimiz kerak, qonni suyultirishimiz kerak. Bundan tashqari o'sha buyrak nalini tozalash uchun albatta ichaklarni tozalashimiz kerak. Uning uchun albatta zardob, qatiqni zardobini tanovvur qilishimiz kerak. Kelayotgan birodar azizlar, Qurbonlik hayitiga tayyorgarlik ko'rar ekanmiz. Albatta qilmoqchi bo'lgan qurbonliklarimizni Alloh taolo dargohida maqbul qilsin. Fikr va mulohazalaringizni albatta yozib qoldirasiz. Mo'jiza bo'lgan, mo'jiza daraxti bo'lgan anjirning haqida fikr va mulohazalaringizni albatta aytib o'tasiz. Hozir bularni anjirni bargini uzib albatta nima qilish mumkin? Yig'ib olsangiz ham bo'ladi. Hozir o'sha eng kuchga to'lgan payti bargini. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agar meni fikrlarim sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta fikr va mulohazalaringizni bildirasiz. Bu bilan birgalikda xalqimizga va boshqa bilmaganlarga tarqalishiga siz sababchi bo'lasiz. Sog' bo'ling, rahmat.